O'zbek televideniyasida katta yo'qotish. Otalar so'zi ko'rsatuvi orqali millionlab tomoshabinlar qalbidan joy egallagan ijodkor Mirabbos ota Mirzahmedov bu olamni tark etdi. Biz ular istiqomat qilgan mahallaga keldik. Milliy madaniyatimiz va san'atimizning ustunlaridan biri, mashhur rejissyor va teleboshlovchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Mirabbos Mirzahmedov 19 noyabr kuni 84 yoshida vafot etdi. Mirabbos aka Mirzahmedov meni hamkasblarim, ya'ni Milliy teatri, qolaversa boshqa teatrlarni ustozlaridan biri bo'lardilar. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Mana shu hamkasblarim, ularning qatorida meni ham muxlislar orttirishimizda, elga tanitishda katta hissalari bor. Sizlar bilan Oynai jahon orqali uchrashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa shukronalar aytib, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Men 1998-yildan beri Otalar so'zi, aqlning ko'zi ko'rsatuvida qatnashganman. Mana ana shu Fathulla Mas'udov, Botir Muhammadjonov Mirabbos aka bilan tanishtirishgan. Shundan ular bilan birgalikda ijod qildik. Ko'p Otalar so'zida qatnashdim. Otalar so'zi, aqlning ko'zi orqali ko'p muxlislar orttirdim. Mirabbos Mirzahmedov 1941-yil 30-sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Teleradio sohasidagi ijodiy faoliyatini bundan 60 yil muqaddam 1965-yilda boshlagan. Ana otangizga rahmat. Azizlarim, siz tomoshabinlarning bunday iliq so'zlari, e'tibori va mehri bizga doim kuch beradi. Bahor qaytmaydi, qalbingga quloq sol. Dunyoning ishlari, inson sadoqati, billur qandillar, e'tirof kabi 50 dan ziyod video filmlarni, buni hayot deydilar turkum ko'rsatuvlarni tasvirga olishda bosh-qosh bo'lgan. Ularni qo'ygan o'sha novellalarida, ko'rsatuvlarda rollar ijro etganman. Keyin juda ko'p yil bitta xonada o'tirib birga ijod qilganmiz. Bu inson o'zbek madaniyati tarixida o'ziga haykal qurolgan va xalqni qalbida umrbod qoladigan, xotirasida umrbod qoladigan insondir. Bu inson mana shu otalar so'zi bilan Mirabbos akaning nomlari hech qachon o'chmaydi. Juda katta yo'qotishni hozir boshimizdan kechiryapmiz. Oxiratlar obod bo'lsin. Yarim asrdan ziyod vaqt mobaynida Otalar so'zi, aqlning ko'zi loyihasi orqali ezgulik g'oyalarni ilgari surish, milliy oilaviy qadriyatlarni targ'ib etish, yosh avlodga axloq odob me'yorlarini singdirish ishiga zalvorli hissa qo'shib kelgan. Mana 62-yildan beri shu ko'rsatuv o'zini tomoshabiniga ega, o'lmadi, yashayapti. Mana o'zlari hayotdan ketgan bo'lsalar ham hozir bu ko'rsatuv ularni baribir Otalar so'zi, aqlning ko'zi deganda hammani ko'z oldiga Mirabbos Mirzahmedov keladi. O'tgan hafta ham oxirgi efirimda ham telefon qildilar, alam qiladigan anaqa bog'lanolmay gaplasha olmadim-da. Xos qilaman endi boramiz-ku, keyingi hafta birato'la o'tirib gaplashib kelamiz deb, shu bilan kechqurun telefon bo'tdi. Ustozingiz o'tib qolibdilar. Qanaqasiga deb telefon qilsam 20 minut bo'ldi, jonlari uzilganlariga deyishdi. Aytdim, oxirgi gaplarini eshita olmadim. Fidoyi mehnati, mavzularni ekranga olib chiqishda xalqchil va samimiy yondashuvi bilan tomoshabinlar e'tibori, hurmati va mehriga sazovor bo'lgan Mirabbos Mirzahmedov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni, mehnat shuhrati va do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Mirabbos otaning kasbiga bo'lgan mehri juda baland bo'lgan. Hatto so'nggi vaqtlar sog'lig'i yomonlashib qolganida ham Otalar so'zi ko'rsatuvining syomka jarayonlarida ishtirok etdi. Ularni oilalariga havas qilmasdan iloj yo'q. Ayollari bilan ahilliklari, ayollarini ularga bo'lgan munosabati, Mirabbos akani ayoli ham har qancha hurmatga, har qancha e'tirofga arziydi. Mana shu Sog'lik yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hech chiroyli guldastalarni ko'tarib kelibsiz-da. Mana bular hozir qo'ymadi. Bitta so'zni eting deyishyapti. Ha, eting. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baxtimizga omon bo'ling. Milliy kanalda Otalar so'zida men ham
ishladim. Bu yerda ham ssenariy muallifi, ham постановкачы rejissor bo'lib ishladim. Efirga ketgandan keyin yana birinchi bo'lib Mirabos aka qo'ng'iroq qildilar. Begimqulova ko'rdim, yaxshi, zo'r. Aytdim, "Voy Mirabos aka, hozir o'zi sizga telefon qilmoqchi edim" desam, "Ha, endi hozir siz rejissorsizda", hazillashardilar, hazillashib qo'yardilar, shunaqa qilib. Ular hamisha yodimizda bo'ladilar, har doim duoyimizda bo'ladilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Mirabbos Mirzaahmedov vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Men yo'l-yo'lakay kelyapman, Mirabbos akanikiga ketyapmiz desam, oddiy xalq vakillari bo'lgan tanishlarim, shunaqa biz ham eshitdik deyishyapti-da. Endi bu ham menimcha balki qo'pol tuyular, bu ham baxtda. Men o'ylaymanki, Mirabbos akani bosib o'tgan yo'llari, qilgan ijodlari kerak bo'lsa mana shunaqa hurmat bilan ketish ham hammaga nasib qilsin-da. Ustoz umrining so'nggi kunlarigacha qariyb 9 yil davomida Milliy telekanal orqali efirga uzatiladigan Otalar so'zi dasturining boshlovchisi va badiiy maslahatchisi sifatida telekanalimizga fayz berib keldi. Buni qarangki, Mirabbos doda bilan ishlash menga ham nasib qilgan. Mana bir 4-5 marotaba ustozlarimiz bilan bir qatorda Otalar so'zida rol o'ynaganman. O'zimni bir baxtli yoshlardan deb hisoblayman, negaki mana shunday bir buyuk, ajoyib ustozlar bilan ishlash baxti menga ham nasib qilgan. Mirabbos Mirzaahmedovning bebaho ijodiy saboqlari, hayotiy o'gitlari shogirdlar qalbida, qolaversa, ekranda va tomoshabinlar xotirasida o'chmas iz qoldirdi. Mirabbos ota Mirzaahmedov bugun peshin namozi vaqtida so'nggi manzilga kuzatildi. Milliy telekanali jamoasi ustozning oila a'zolariga, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Yana sangori ekran orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.